Assalomu alaykum do'stlar. Bu Cobalt avtomobilimizga konditsioner uстановка qilib beryapmiz. Bu birinchi paytda Cobaltimiz Pony'ning uстановка. Zavod holatida qilib yig'ib beramiz, xudo xolasa. Konditsionerlar, radiatorlari ham yo'q. Pony'dan Pony uстановка qilib beramiz. Gulchatirlargacha zavodskiy bo'ladi. Torpedolarni chachib, montajlarini tortishni boshladik. Bu BSMga gulchatir bilan BSMga 7 ta sim keladi. Gulchatir orqali. Gulchatir simlarini joy-joyiga ulab, akkuratni qilib joylanadi. BSM simlari, gulchatir simlarini ulag'andan keyin kompyuter orqali BSM tablo motor fayllarini o'zgartiriladi. Bu Cobaltda juda murakkabroq ekan. Xo'p, Cobalt konditsionerida mana shu tegirdi. Xo'p, ikkinchi, uchinchi oyog'i. Xo'p. Miya tarafdan. Bu ash передохнатель blogi. Xo'p, to'rtinchi oyog'i birinchi qator. Termodatchiga ikkitali oyog'ini bittasi birinchi qatorda uchinchi oyog'i. Yana bittasi ikkinchi qatorda beshinchi oyog'i. Ikkinchi qatorda beshinchi oyog'i. Bittali oyog'ini ikkinchi qatorda ikkinchi oyog'i. Xo'p, mana uchinchi oyog'i chap tarafdan o'ng tarafga, uchinchi oyog'i kompressor, ikkinchi oyog'i miyaga keladi. Cobalt uстановкалari tayyorlab, yig'ishni boshladi. Xudo. Bir foto yaxshilab xudo ko'rsatib joy-joyiga. Golden avtoservisga murojaat qilaverasiz. Ishlaring garantiyali bitirib beramiz. Zavod holatda yig'iladi.